yer haydasang, kuz hayda, kuz haydamasang, bahorda ham haydasang bo'laveradi deyshadi-yu. Bahor keldi akalar. Yerlarni yumshatish kerak, chopish kerak, mevalarni ekish kerak, yana nimalarnidir ekish kerak-da xullas. Shuning uchun xuddi shunday mini traktorlar, xullas yerlarni yumshatadigan, chopadigan narsalarni narx-navolari va qanaqadir yangiliklari bormi? Videomiz oxirigacha ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgan traktorlaringni hamma bilsa kerak. Bularning narxini 2300 dollardan chiqarilgan, mana orqalarida omochlarigacha bor. Ko'rib turganlaringiz 8 gram rasxod qiladi. Bundan tashqari motoblok deydimi, mandaqalarda motobloklar ham bor. Kattasidan tortib kichkinasigacha bor. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, ukamiz o'zlaridan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Salom aka. Charchamasdan siz oldilayman aka. Bahor keldi, rosa sezoni keldi bularni. Bir endi bu haqida ma'lumot berib o'tsangiz endi. Birinchi qaysidan boshlaylik? Traktordan boshlayveramiz. Shundan boshlaymiz. Xo'p, motor 1105 aka. 1105 bo'ladi. Ot kuchi 18-20 ta. 18 radiator motor, yozgi kunida qizib ketib qolish xususiyati bo'lmaydi bunda. Umuman aka. Ha, radiator suv yuradi-da. Ha, suv yuradi. Keyin aka mana kilogram vesini ko'raylik bitta 185 kg vesi. Motorini o'zi. o'zimi? Ko'p joyda 125, 145 kg motor beryapti. Vesini oladiganda обязательно so'rab olasiz aka. 145 kg katta motor bo'lishi kerak. Keyin mana 1105, 1100 motor mas bu aka. Blogigacha o'yib yozib qo'ygan bo'ladi aka. 1105. 1105 aka. Xo'p, bu eng original oxyuska variantidan bo'ladi aka. Keyin mana o'zini zavodskoy dinamo akkumulyatorga 100% zaryad bermagani hisobiga 80 dollar, 90 dollardan alohida Xitoydan dinam zakaz qilib qo'yganmiz bunga. Bu alohida qo'yilgan. Alohida qo'yilgan. Bo'ldim, qarang. Hozir bu narsani ko'pchilik tushunmaydi-da. 185, 1105 deb bular. Xo'p. Aynan nimaga 185 og'irroq? Aka mana qarang. Traktorda kilogrammi og'ir bo'ladigan bo'lsa, yer ichiga kirib haydaysiz-ku. Masalan, qancha og'ir bo'lsa, shuncha yer ichida bosilinadi traktor. Haydash yaxshiroq. Buksavat qilib qolmaydi, oldi ko'tarilib ketib qolmaydi. Shunaqa holat bo'ladi. Aytib o'tganda, xuddi og'irrog'ini ol. 1105 nima? 1105 motorda masalan 1105 motor bor. 1100 motor bundan kichikroq. Keyin 195 motor bor. Undan ham kichikroq. Keyin karovkasi ham bunga 1105 1 ga 1 karovka. 95 yo 96 karovka qo'yilmagan aka. Orqa frezasi ham 130 lik katta freza bilan aka. 130 katta freza. Narxi aka 2300 dollarga plugi bilan kanalingiz nomidan like bos, obuna bo'lib keladigan bo'lsa, chegirmamiz ham bor. Kanalimizga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosib qo'ying, chegirma ham qilib berishadi xudo. Chegirma ham qilib beramiz aka. Menimcha bu uchovi bir xil. Keyin dinamini gapiryapti-ku. Dinami katta. Keyin uni shikifini bitta ko'rsating. Aka shikifi 1105 shikif. 95 shikif qo'shyapti, yarmicha chiqadigan. Bu 1105 katta shikif aka. Katta shikif. Katta shikif bo'ladi. Xo'p, uchovi menimcha bu boshqacharoq ekan. Yo'q, bir xil aka. Endi o'qida farqi bo'lishi mumkin. Buni eng original oxirgi gipskasi. Oldiga jatka, sunasos, pompa, shunaqa narsalarni ustunovka qilib ishlatsa bo'laveradi. Buni balonini siljitsa ham bo'lar ekan-a? Ha, balonni siljitsangiz ham bo'ladi. O'zgarmaydi o'sha. Narxi o'zgarmaydi, lekin buni motori og'irroq, sifati yaxshiroq bo'ladi aka. Juda ham zo'r. Xo'p, keyin endi motobloklarga o'tsak. Motoblogimizni kichkinasidan boshlayveraylik, minidan, ha. Bu 5-6 kuchli modelimiz aka. Benzinli motor. Agatlar orasiga, ozroq joylariga, yengilroq joylarga bo'laveradi. Narxi 2 million 200 ming 5-6 kuchli 48 motorli variantimiz. Bu biz nimaga yuradi bu? Benzin. Toza benzin. Qancha rasxod qiladi? Rasxod 200 gram soatiga. 200 gram. 200 gram, soatiga 200 gram. Bitta nima qilib ketaylik? Mana uni nima? Buni o'rimga mo'ljallangan. Faqat o'rimga. O't uradimi bu? Uradi. Hali bedalar bo'ladi, chirmashgan, shuni ham uradi 100%. Baland o't, mayda o't, luboyni uradi, tanlamaydi aka. O't tanlaydi. Universal. Salalka motor narxi 700 dollar. Narxi 700 dollar. Salalka motor narxi 700 dollar. Instagramda obit uzib yozsalaring, shuni videosini chiqaramiz, nomerlarini qo'yamiz, xudo xohlasa. Avtomat korovka bu aka. Avtomat korovka. Avtomat korovka. Juda ham zo'r. Avtomat korovka. Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar, shuni videosini xudo xohlasa bugun olib. Endi buni mini kichkina variantlari ham bor. Kichkina mini variantimizni 1 million 300 ming so'm qo'yib beramiz aka. 1 million 300 ming. 1 million 300 ming so'm. Endi 7 ot kuchli motoblogimizni tanishtiraylik aka. Hozirgi kunda hadovoy ketib turgan motobloglarimizdan bittasi. 7 ot kuchli benzinli. Xo'p, uchini tortib urg'iziladi, o'zi qismi maslinli. Xo'p, rollari uzun, Kentavr firmasidan 6 oy garantiyasi bor. Keyin buni reduktor qismini ham bitta aytaylik. Ko'pchilik blogerlar reduktorini 550, 750, 850 da sotishyapti.
aka 7 ot kuchli benzinli olishadigan bo'lsa ham, salalkali, avtomatikorovkali variantini olishadigan bo'lsa ham, TX motoblok olishadigan bo'lsa ham, reduktor qismi bir xil bo'ladi aka. Reduktor qismi bir xil. Oldiga ikkita, orqaga bitta skori bor, narxi 3 million 200 ming. 3 million 200 ming. 3 million 200 ming kami bor. Qancha buni? Rasxod 800 gram. 800 gram. 1 litr ham emas ekan. 1 litr ham emas, 800 gram. Xolasa yashil, xolasa ko'k, xolasa qizil, har xil rangidan bor. Ranglari bor. Endi salalkali modeli bor. 7 ot kuchli modellar bor. Xo'p, soatiga rasxodi 400 gram, Kentavr firmasidan 1 yil garantiyasi bor. Narxi 5 million 200 ming so'm. 5 million 173 motor. 173 motor. Xo'p, endi avtomatikorovkali. Mashinalarda ham yo'q menimcha, kamdan kam mashinada chiqadi. Antech. Bu avtomatikorovka qanday ishlaydi bu? Masalan, avtomatikorovka. Mana ularda muftani bosib turib, skorga urasiz, muftani qo'yib yuborasiz, muammosi ko'p. Bularda o'chib qolishi mumkin-da. Bularda skorga urasiz, qachonki buni bossangiz shunda yuradi. Bu gaz sifatida ketadi. Ungacha yurmaydi. Qo'shimcha gazi ham bor. Keyin 1 yil garantiyasi ham bor. 1 yil garantiyasi ham. Narxi 4 million chiqadi. Dastavka xizmatlari bor. Kelishgan. Bu ham xolasa qizil, xolasa ko'k. Keyin bu avtomatikorovkali motoblogimizni freza qismi qalin bo'ladi. 4 qatorli bo'ladi, chuqurroq kiradi yer ichiga. Original variant bu. Prostoy variant emas. Shuni hisobga ham olinglar. 4 qator bo'lar ekan. 4 qator bo'ladi. Original. Original bo'ladi. Endi bu tomonda kattalari bor. Kattalarimizda benzinli modelimiz bor. Turgan joyda 360 gradusga buriladi aka. 360 gradusga buriladi. Buchnoy tortib ham ruxsa bo'laveradi, keyin yerda kalitda ham ruxsa bo'laveradi. Kalitga ham ruxsa. Kalitga. 360 gradusga turgan joyda aylanadi. 360 ga aylanadi. 360 ga. Narx 8,5 million. Kami bor. Reduktori katta bo'ladi bular. Oddiyroq modelimiz bor. Bularimiz narxini 7,5 million, 7 million 200 dan qilib berilaveradi. Bunaqa original chizillar ham kelgan kampliga, o'ziga. Original chizillar ham kelgan. Shunga tushaveradi. Narxlari 850 ming, 1 million shuna atrofida holatiga qarab o'zgaraveradi aka. Bularimiz ham o'shandanmi boshqacha? Yo'q, bu 17 ot kuchli, 17 ot kuchli benzinli motor. Buchnoy tortib kalitga ham uradi. Narxi 7,5 million qilib beramiz obunachilarimiz. 7,5 million. Bu ham shundan salalka motorlimiz ham bor. Salarka motorligimiz qanaqa? Turgan joyda 360 gradusga buriladi. Bu ham narxi 9,5 million. Kami bor. Bunaqa jatkalar ham tushadi, bu katta motobloklarga aka. Ha, bu motoblok katta mablag' tushaveradi. O'rimga bunaqa motobloklar ham tushaveradi, jatkalar ham. Narxi jatkamiz $700, kami bor. Kelishamiz aka. Mana bu narsa nima? Bu urug' ekadigan apparat aka. Urug' ekadigan apparat. Urug' ekadigan apparat bittaligi bor, ikkitaligi bor. Bu ikkitalik, dorini ham, donni ham soladi. Narxi 1 million 500 ming so'm. 1 million 500. Bu variantimizni 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Dorini o'zini ekish uchun mo'ljallangan bo'ladi aka. Juda ham zo'r. Bundan tashqari qaranglar. Videomiz so'zilib ketmasin, qisqacha zarur bo'ladigan. Motobloklar uchun motorlar aka. Hammasidan bor. Motorlar ham, pilisoslargacha, ana u suv nasos. Suv nasosimi bu? Suv nasoslarigacha, karterlargacha ko'rib turganlaringiz mana suv nasos yana mana divizoylargacha bemalol qo'ng'iroq qiladigan bo'lsalaring hamma yo'g'i bor ekan. Mana kompressor deydimi ular? Kompressorlargacha bor ekan. Pilisos. Yo'q, bu gazonka silka. Gazonka silka. O'tlar urib beradi. Bahor kelyapti-yu, gazonni uradi. Elektrik uradiganlardan. Keyin bundan tashqari mana bu stabilizator, invertorlar ham bor ekan. Xo'p, buyoqqa o'tadigan bo'lsa, motopillar xullas xayolingizga kelgan narsa bor ekan. Drabilka ismi, ekranda nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, xudo xohlasa, kanalimizdan chiqsalaring, ozmoz skidkasini qilib berishadi. Ko'rib turganlaringdek, juda ham ko'p narsa bor Xitoydan. Zakaz asosida ham olib kelib berishaveradi. Mabodo yo'q bo'ladigan bo'lsa, tugab qoladigan bo'lsa, zakaz qildirsalaring olib kelib berishaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obud uzdan uzoqlashmanglar.